Jahon chempionati 2026 musobaqasining eng yaxshi futbolchilari aniqlandi. AQSh, Kanada va Meksikada bo'lib o'tgan 2026-yilgi Jahon chempionati o'z nihoyasiga yetdi. Tarixda ilk bor 48 ta jamoa ishtirok etgan mundial finalida Ispaniya Argentinani qo'shimcha bo'limlarda mag'lub etib, o'z tarixida ikkinchi bor jahon chempioniga aylandi. Musobaqa yakunida FIFA turnir davomida eng yorqin o'yin ko'rsatgan futbolchilarni ham taqdirladi. Chempion jamoa vakili Rodri turnirning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Ispaniyalik yarim himoyachi mundial davomida 8 ta uchrashuvda maydonga tushib, jamoasining chempionligiga ulkan hissa qo'shdi. Shuningdek, Ispaniya terma jamoasi darvozaboni Unai Simon musobaqaning eng yaxshi posboni deb e'tirof etildi. U 8 ta uchrashuvda atiga bitta gol o'tkazib yubordi. Bundan tashqari Simon bir mundialda eng ko'p quruq o'yin o'tkazish hamda darvozasi daxlsizligini saqlab qolish vaqti bo'yicha jahon chempionatlari tarixida mutlaq rekord o'rnatdi. To'p urarlar poygasida esa Fransiya hujumchisi Kylian Mbappe tengsiz bo'ldi. U turnirda 10 ta gol urib, jahon chempionatlaridagi umumiy gollari sonini 22 taga yetkazdi va mundiallar tarixidagi eng yaxshi to'purar maqomini saqlab qoldi. Bu borada unga eng yaqin ta'qibchi Lionel Messi bo'lib, argentinalik futbolchi jahon chempionati 2026 da 8 ta gol urdi va umumiy hisobni 21 taga yetkazdi.